Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz hozir Farhod aka, Farhod aka. 19-chi mart 2025-yil soat 9dan bir 3-4 minut o'tdi. Agar adashmay turgan bo'lsam, kecha bu yerda mana shu Dang'ariq agentligida 18 mart kuni kech soat 6larda mana shu yerda boshqarma boshlig'i Nodir Mashrab bilan gaplashganmiz. Biz bugun mana shu Dang'ariq tumani kadastr agentligi boshlig'i Jasurbek 9:00 da qabul qilish kerak edi. Mana hozir kirib ko'ramiz, chatdamilar yo'qmilar bilamiz. Nima aka? Mana kirib kelyapmiz. Boshqarma boshlig'ini gaplarini qilishadimi yo'qmi bilamiz hozir. Mana boshqarma boshlig'ining xonasi. Qarayacağız, radyoyu ağladılar. Mana kecha bizga o'sha Nodirbek Mashrabov boshqarma boshlig'i so'z berishgandilar. Ertaga soat 9da sizlar qabul qilishadi. Meni Jasurbek Meliyev deyishgan. Mana Jasurbek Meliyev xonasi. Yo'qlar. Kutamiz. 9-chi xonaga bormi yo'qmi? Mana soat 9:15. Bizni 9da qabul qilaman deyishgandi. Mana qabulxona. Mana sekretar ham yo'q o'zining o'rnida. Mana rahbar xonasi. Mana rahbar ham yo'q. Kutyapmiz, nima qilamiz? Oddiy xalq kutishdan boshqa narsani bilmaydi. Boshqa ilojimiz yo'q. Kutamiz. Sabr qilamiz. Mana hozir soat 9:30 bo'ldi. Mana qabulxona. Mana sekretar xonasi. Sekretar yo'q haligacha. Mana Jasurbek Meliyev xonasi. Mana rahbar yo'qlar. Yarim soat bo'ldi kutyapmiz. Rahbar yo'q. Lekin kecha 18 mart kuni boshqarma boshlig'i Nodir Mashrabov o'zlari shaxsan tayinlaganlar, bizni qabul qilishlarini, Jasurbek Meliyev qabul qilishlarini so'raganlar. Mayli, endi kutamiz, oddiy xalq kutadi. Boshqa ilojimiz yo'q, oddiy xalqning boshqa iloji yo'q. Mana soatimiz millari 9:45. Soat 9:00dan beri kutyapmiz. Jasurbekda. Mana qabulxonasi. Jasurbek Meliyevning xonasi. Mana sekretar yo'q. Mana xonalari. Mana rahbar yo'qlar. 9:45 bo'ldi. Nodirbek Mashrab boshlig'i ham gapini bir tinga olmadilar. Mana Dang'ariq tumani boshlig'ini rahbarini muomalasi va ishi
qilayotgan ishi. Mana soat 10 bo'ldi. Soat 10. Soat 9dan beri kutyapmiz rahbarni. Mana sekretar ham yo'qlar. Mana sekretar ham yo'qlar. Mana militsiyxonasi. Mana rahbar yo'q. Nodirbek Mashrab bunga nima deysiz? O'zingiz baho berasiz, o'zingiz ishchingizga.